55 million so'mga Namangan Uychi G'ayrat qishlog'idagi bu obyektimizni ham bitkazib berdi. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi akalar. Inshaalloh bu joy koridor, uzunligi 16 metr, bu yoq tomon 13 metrga 4 metrli darvozaxona. O'ta chiroyli chiqdi xudo xolasa. Atrofidagi roverlarning alkafondan hamda o'rtasiga nержавейка kamerasi qilingan akalar. Juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Uyimizni o'zgacha ochib yubordik xudo xolasa. 55 million so'mning ichida akalar alkafonlari, nержавейкалari, polni polda shapkalarini ichkari tomonda 16 metr 90 santimetrga 16 metrli bu joyda shapkamiz bor. Sliflarni yangilab, vodostoka qo'yib berganmiz 2 komplekt. Mana bu darvozaxonamizga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda ko'p menga telefon kelib, Tunkafon sarg'ayib ketyapti deyishyapti. Ilojini boricha har bitta videoyimda aytaman, akalar, bizni ishlar xudo xolasa sarg'ayib ketmaydi. Bir umr garantiya beramiz bunga biz. Bir umrga garantiya. Xotirjam bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh hech narsa ortiqcha narsa ustab sarg'ayib ketadigan ish qilinmaydi. Tabiiy holatda choklarni keltiriladi akalar. Endi ko'cha tomonimizni ham bitta ko'rsataman. Baho berasizlar bitta. 8 ta komplekt vodostoka qo'yib berganmiz akalar. Ko'cha tomonda 6 ta, ichkarida 2 ta komplekt. Bu choklarimiz juda ideal holatda kelgan. Tabiiy holatda. Hech narsaga muhtoj emas xudo xolasa choklar. Bu ko'cha tomonimiz ana shu 55 million so'mning ichida akalar. Bu yoqqa ham ketgan joyi bor. Hozir u joyni ham olaman. Men bu joyni ham gipsakardonda o'rab, arkali portishga qoldirib qo'yganmiz. Mana bu sliflar atsinka qo'yganida holatda chatoqroq ekan. Yangilab berganmiz buni ham. Vodostokalari, darvozaxona, hamma rasxol ichida akalar. Uy egasini hech narsaga ovora qilmadi, xudo xolasa bitkazib berdi. Shunaqa xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh ishni ham tez va sifatli chiroyli qilib bitkazib beramiz. Latolarni ham xudo xolasa bitta ipga o'ldirilgan. Tom ancha-muncha qiyshiq joylarni ham to'g'rilab o'rganmiz. Burchaklarga ham e'tibor berib qo'ysa bo'ladi. Xudo xolasa ishimiz chiroyli chiqdi. Xo'p, narigi tomondan olib ko'rsataman sizlarga hozir. Xonadonimiz akalar, ikkita darvoza yonma-yon. Tevasida bitta katta asi bor ekan. Bu joydagi burchagimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Juda ham chiroyli, qilichi bo'lib chiqdi o'zi ham. Xudo xolasa mana. Bu yoq tomoni bor, ikkita vodostokasi bor, bu joyda ham ikkita komplekt. Endi vodostokani o'rnashiga ham bitta e'tibor berib qo'ysa bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin, devordan qochirib chiqib ketishlarini mana akalar chokka qilib o'rnatib berganmiz. Bundan ko'rinishni ham ko'rsanglar bo'ladi akalar. Mana shu tunkamizni o'zini materialdan qo'yib berganmiz. Kallalari ham ishimizga o'xshab ketadigan chiroyli holatda bo'ldi. Endi buni devordan qochishiga keladigan bo'lsa, akalar, ertaga traveting qilinishi bu 4 sm qochadi xolos. Bemalol orqasini suvab, ina orqalarga chang to'lib qolmaydi. Bemalol orqalari bilan tozalab, artib, chiroyli holatda saqlasa bo'ladi. Mana bu joyi mana yana ham qochgan, sabab bu joyga tosh teriladigan bo'lsa ham inshaalloh umuman xalaqit qilmaydi. Bu yoqqa o'lib o'tirish shart bo'lmaydi. Pastdagi agar siz yangi qurilish qilayotgan bo'lsangiz, kanalizatsiya montaj qiladigan bo'lsangiz, mana bu sukuldan 7 sm, 8 sm tashqariroq o'rnataverasiz. Xudo xolasa o'shanda sukulingizga xalaqit qilmaydi. Mana bu yoqanga sukul chig'anoqlarni qo'yib, cho'tka qilib o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Videoyimizga bitta like bosib qo'ying. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Videoyimiz ko'proq odamlarga yetib borishiga sabab qolasizlar. Xudo xolasa biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar, xizmatdamiz.